Assalomu alaykum. Men Ruqiya Turdush. 2 kunning oldida shu Uyg'ur ashxonalari to'g'risida bir ikki og'iz gap qilgandim. Men Facebookka chiqib. Ammo bek ochig'im tutib ketib bosh oyog'i yo'q gap qilib ketmanka, shunga biza tushuniksiz bo'lib qolmasin deb bu gapimni o'chirib. Hozir yana qaytadan gap qilay dedim. Hamda nimishki bu gap o'chirilib ketganda ya bu gapidan yeni olganmidi deb qolmanglar hargizmi. Shuni qaytadan yana gap qilyapman. O günkü şu hafta, yani şu vaqtida bo'lgan Burhonninki Xitoy konsulining odamlarini ko'rib, Xitoy konsuli deb o'ylab qilib bu Xitoylarni taxs chaqqini, garchi u Xitoylar mayli Xitoy konsulining adam bo'lsin, bo'lmasin, taxs chaqqini yashadi ash Xitoylarga. To'p-to'g'ri. Bravo. Men qo'llayman. Endi uni nemishki igisi Xitoyga qarta chaqqini bilmay qaptiman deb kechirim so'rabdi-ku. Yani bu işin olan tügepti. Şu an bunaga kirmay. Agar şu gap ras olsa tamam Burhanmo aplashgan bo'pti tugapdi. Agar ras bo'lmay, shu ras bilib turib shu Burhonga ashadi mush ko'tarib urib qolgan bo'lsa, haqiqiy g'alcha degan gapimda men yonmayman. Ya'ni ya bunda paskashlik bo'lmaydi yani. Tushunammi? Endi bu ishga kirmayman hozir. Chunki bu ashxona birlan bu ashxona emas. Bu Xitoylarning oldiga taqsi qo'yib Xitoylar taxsikashlik qilib qolchilik qilayotganlar birli bu ashxona emas. Albatta men butun Uyg'ur ashxonalarini demoqchi emas bu yerda. Bizning Germaniyada ashxonalarimiz bor, nurg'un ashxonalarimiz bor, hatto ashxona ochmay taqiyotgan odamlarimiz bor. Xitoy bizga ishlab beramsa deganligi uchun. Bizning Germaniyadagi ba'zi ashxonalarimiz yani Xitoyning nima Uyg'urning Sharq Turkistonning bayrog'ini isib Xitoyga qarshi yani biz uchun bizning manfaatimiz uchun ish qilib turib ashxona ichayotganlar bor. Bularni albatta biz qo'llaymiz, faxrlanamiz. Lekin Mavi Sharq Turkiston xalqining Uyg'urning tamog'ini setib turib Uyg'urning manfaatiga zid ish qilayotgan g'olchi restoranlar to'g'risida men bugun 4 og'iz gap qilib qo'yay. Birinchidan, bularning bunda banasi bor ekanda, men banalar to'g'riliq tushay boshda. Biz buni biz oshxonamizni taqiydi Xitoy kirsi bo'lmaydi deyamaymiz. Biz degan savdo qilyapmiz. U Xitoy degan xalq, odatdagi xalq, u bizni qirayotgan xalqlar emas. Bizni qirayotgan, bizni CCP qirayotdi, hukumat qirayotdi. Bu xalqi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Shunga biz xalqini kirmasin desak, bizni xalq rassistga deb qoldi. Ya'ni rassist irqchiga bular deb qoldi. Restoranimizni taqiydi. Ya'ni dunyodagi millatlar jab irqchi xalqga deb sat ko'rdi bizni deb manda qo'ygan. Ay, oxir biz urushdagi xalq oxir bilan. Xitoy bilan biz urush oldida hozir. Bizning xotin qizlarimizga bosqinchilik qilib uylarimizga kirib yetib olib bordi. Sizlarning onanglarni, qizlaringlarni Xitoy shunda numussizlarcha, shunchalik vahshiy, g'ururimizga o'lgudek tegadigan shaklda bosqinchilik qilyapti. Kirib yetib bichara xalq u ham kirmay, yotma, uxlama, meni u ham yetib olma deyamaydi to'g'ayadi. Ashunda bir holatda siz miyada deyallaydigan turib oshxonangizga boshlab akirib tomoq versangiz am nimdaymiz sizga. Nimdaymiz g'olchi demak daqiqma. Siz uni men erqchi emas deyalaysiz. Hatto vijdoningiz bo'lsa, men erqchi qanday qilsa, necha million adamimni o'ttirayotgan Xitoy qarshi men erqchi qanday qilsa deyalaysiz. Men bo'lsam unda voy men erqchi emasdim deb o'zimni oqlab o'tmayman. Nimish qilmay o'zimni oqlab berib ularga, dunyo xalqiga, dunyo xalqi meni qutqizib beramdikan, mening xalqimni qutqizib beramdikan. Necha million odamni o'ttiribdi, qilmaysamdi, men kirma deganimga irqchi olamdi, men irqchi qanday qilsa? Men bu haqqa qarshi irqchi deyman, men bo'lsamchi. Ya'ni biz undamı demaymiz-ku, undamı demaymi siz irqchi bo'lmaymi Xitoyni kirgizmalaysiz. Chunki Xitoylar butun ishbiyonlik harakatlarini shunday oshxonlar deb bordi. Bu Xitoy bilan o'ttirimizda urush bo'ladi. Bular mening xalqimni qirib qirg'inchilik bo'ladi. Mening urug' tuqqanlarimni, mening xalqimni dapsanda qilyapti. Shunga bular bu yerga kirsa bo'lmaydi. Men bulardan sirat tahdid his qilaman. Ya'ni bu yerga Uyg'urlar kirdi, nurg'un odamlar keldi, bu yerga kelib bular uchur to'playdi bu Xitoy. Xitoy konsuliga uchur to'plab berdi. Shunga bu yerga kirgan Uyg'urlarning bexatarligini qo'g'dash uchun men Xitoylarni kirmisin deyman deb restoranni ochgan vaqtidan shaharlik hukumatga siz bir Hong Konglikni kirmisin demagandikin, u yerda Tayvanlikni kirmisin demagandikin, Xitoy mainland China deb qo'ying bak deganingizga makasichu bak Xitoy deb umumiy deb zasam bo'lmaydi deb bak titraydigan ishingiz bo'lsa, mainland China yoki PLA Xitoyning qizil armiyasi bilan Tongjanbusi bilan CCP bilan qo'llaydigan aloqasi va shuni qo'llaydigan Xitoylar kirmisin. Deplam yazsangiz bo'ldi.
Ya bo'lmasa Bakunda uzun gapni yozg'imkanmi desa, Sharq Turkiston xalqiga qirg'inchilik qilayotgan va shuni qo'llayotgan Xitoylar kirmasin deb lam yozib qo'ying. Ha, u vaqtida men qo'llamadim deb isbotlab baqsin. Men qo'llamadim desa, oshxonangizning ichiga bayroqni ising, Sharq Turkistonning ko'k bayrog'ini. Oshda bayroqni isib tijorat qilayotgan Uyg'urlarimiz bor-ku, Germaniyadan bor-ku. Pul topolmay qopdimi ashlar? Siz Xitoydan topmasangiz topolmamsizga o pulni. Agar haqiqiy demokrat Xitoy bo'lsa, haqiqiy CCP'ni qo'llamasdan Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llasa, irqchilikqa, so'yqirımga, ya'ni qirg'inchilikqa u yerda Uyg'urlarga yurgizilayotgan qarshi tursa, bizning bayrog'imizni ko'rsimi qo'llab kirdi Xitoy. Qech ketmaydi bayroqni isib qo'ysangiz. Demak, qo'llamaydi, CCP'sini o'zining hukumatini qo'llaydi, bayroqni ko'rsa qo'qab kechikitidi deb oshni bilisizga, shunga osmaysizga bayroqni-chu. Chunki oshni bilisizga. Demek Xitoylarning hammasining o'zining hukumatini qo'llaydiganini bilisizga. Mani assam, ma hukumatni qo'llaydigan, qirg'inchilikni qo'llaydigan Xitoylar miyaga kirmay qolmasin deb, kirsin deb, shu qirg'inchilikni qo'llaydigan Xitoylarni akirish niyatingiz borki, shunga osmaysizga bayroqni. Mush Sharq Turkiston bayrog'ini osmaganlarman deb qo'ying. Amaliyotda ma Xitoy bütün operasyonni ashta butunmi demay, asosan shu ishbiyonlik harakatlarining jiqini mushta oshxonlarda qildi. Bupmu Uyg'urning oshxonasida jiqroq qildi. Shunaqa men birini shaxsan o'zim tutib olgan. Tongshanxuy qurgan xotinga, a xotinni tonimayman, Uyg'ur xotinga menim ko'rab baqmagan. Men Xitoydan shu nimadan Sharq Turkistonda yin kelgan birisi bo'lib, o'quvchi bo'lib telefon urib, "Voy siz Tongshanxuy quribsizga, hada menga yordam qilsangiz Palampustan" deb telefon qilsam, a xotin nim dedi? "Siz meyet bölgünçü Uyg'urlar bor, aralashmang. Biz palon akamning restoranida ko'rishmalarimizni ashadi qilamiz, ashak kelin ko'rishayli. Vayjavbuning ko'rishmalarini ashadi qilamiz biz. Sizning hamma ishingizni ma Vayjavbu osonlashtirib turdi, bizga a'zo bo'lsangiz. Menga mucho ash restoranni ochgan palonchi akam tunishtirgan mush Vayjavbuni" degan. Shu vaqtda mishad xeyli bir gaplashib ketgan Kanadada, 10 necha yil oldin bo'lgan ish u. U gaplarni hozir men ochsam bir muncha hikoya bo'ldi, ma videoga vaqtim yetmaydi. Shuningga men o'z qo'lim bilan tutib olgan bir paketma menga kelib deganlar bor. Deganlar bor, ma Xitoy oshxona ochsam, ma oshxonangda biz sana nim qilib berayli, biz seninki tijoratingni osonlashtirib berayli, biz sayohat kelgan Xitoylarning hammasini sening oshxonangga yo'llab berayli, tijorating yaxshi bo'ldi, yaxshi pul topsa. Sen faqat bizga ichidagi uchurlarni kim kelib, kim ketidi, qaysi Uyg'ur bilan yaqin, qaysi Uyg'urning qancha bolasi bor, nada ishlaydi, kirimi qanchalik, qaysi Uyg'ur ideologiyasi qanda, Xitoy bilan bir maydonda turamdi, ayrilmas bir qism bo'lamiz deb, yoki Xitoy hukumatiga qarshimi? Mushlarning hammasini bizga to'plab bo'lingan gaplarni bizga uchirib bersang, biz seni bayqib o'timiz deb oshunda Xitoy konsuli kelib taklif bergan oshxonlar bor, shuni rad qilgan oshxonlar bor. Rad qilib ajab pul topalaydigan oshxonlar. Bu rad qilmay Xitoyning g'olchiligini qilib pul tepatgan oshxonlarga da'vatmayman gapni. Bu yerda Xitoy ishbiyonlik qilmaydi, oshxonda qilmasa boshqa yerda qilmamdi. Boshqa yerda qildi, men oshxonalarda qildi, hamma sizlarga. Men Kanadadagi Sam Cooperning kitobini o'qib beqinglar. Willful Blindness deb bir kitob bor. Qanda Xitoy konsuli kommentlarga aşilik her bir şəxslərə çətəllərdə, hətta Kanadada, Vancouverda təşkilatlarının içincə qanda işbiyun qırğızlığını Tongjanbu'nun Xitay bexətərlik idarəsi Tongjanbu arqılıq məyədə Xitay konsuli həmmiz birləşib qanda hərəkət qıldığını aş kitablar təfsili yazğan. Avstraliyadakı neçə yazğıcımı yazdı. Bularmı da hikoya to'qib yazib qo'ygan kitoblar emas, o case by case dokumentlashtirib yozgan kitoblar. Chunki ular investigative journalist, tekshirib tadqiq qilgan jurnalistlar. Faktlar bilan yozgan uni. Bu Xitoyning mushunda qildig'ini rost. Bu nemishki bu Xitoy kirmisi pul topolmaymiz, quruq bahona, Xitoy kirmisi pul topolmay qolamsiz. Xitoy bizning tomoqlarni bek yaxshi ko'rdi, boshqa millat yaxshi ko'rmaydi, tonimaydi, bilmaydi. Shunga mushular yeb berdi. Ma banag'ı nim deyman. Mushadiki mushu Kanadadagi, chet eldagi, g'arbdagi butun Xitoylar. Uyg'urning tamog'i ko'ngan, yeb ko'nab qolgan Xitoylarmi? Yeb ko'nab qolganda yig'ziverayli demoqchimisiz? Ma Xitoyga berib o'gitib qo'ygan to'q beraverayli demoqchimi? Ağzımga bir gap kelgan demayadi. Ma Xitoylar sizning tamoqingizni oshxonaga kirib, yeb, ashadi o'tirib, siz bilan apaq-chapaq bo'lib, ayada boshqa o'zining siyosiy maqsadini amalga oshirdi. U yerda ishbiyonlik qildi, uchur to'playdi va yana o'zini biz
Вейхан Йижачин деген сиясатының бағы, расылығыны isbatlash үшін аны pakit qilib ko'rsatdi ayaga kelib. Siz bilib bilmay şunun xizmat qilyapsiz yoki bilib qilyapsiz. Bu Xitoy yemisa tamoqni pul topolmaymizki. Boshqasi undan nimishki mushadi Xitoylarga emas, sizning tamoqingizni bilib, tonuydigan, bak amroq shu voy Uyg'urning oshxonasiga keldi, siz yugurib keldigan Xitoylarma, sizning tamoqingizni hammasi shu bizning vatandan kelgan Xitoylarma, chet eldagi Xitoylar. Shunda jixma bizning vatandan chiqqan Xitoylar chet elda. Ma gapning ahmoqan bir logikasi nimday. Undan nimdab bu e'lonlaringizni Xitoyga bersiz, Xitoyning gazetlariga e'lon berdi, mush necha restoran men bilaman. Voy g'arblikka boshqa ma yerlik ma Kanadalikqa yoki o'zingiz yashayotgan davlatdagilarga bering e'lonni. Nimishga ularga berolmaysiz, nimishga Xitoyga bersiz? Ma Zulfiqar degan restoranning ismini yana unutib qoldim men bormag'ashqa. Ma Zulfiqar degan e'lon ishlab Xitoyga e'lon berdi. Bir ustal o'tdagan Xitoylarga Uyg'ur xotinga kütkuch xotin. Kelib cho'kudi kebabni Xitoylarning og'ziga sap qo'yatdi, naynaqshib berib. Ko'nglim elishkatdi, ko'nglim elishkatdi. Mahaq senin üyen kirib bardı vatanda. Üyen kirib yetib bardı. Qızlarınğa, analarınğa basqınçılıq qıvatıdı. A biçarı xaq malani qoğlab çıxıramazsa, sen çaqırıb ekilib ağzığı kabab sevatamsa, vay lavzıla. Ma bugün açığım gelmesin deyendim, qaynab ketməyənsəm, yanıma nervam qodanışıblı getidi ama işini oylasam. Onun üstüge bu restoran degen bir kültür diplomasiyini taqıtıdığan bir orun. Mesela Amerika mı McDonald arqılıq, Hollywood filmleri arqılıq, KFC degan restoranlar arqılıq özünün saf yani yumşaq diplomasiyasini dunyoga taqıtıdı. Bu restoran mı bizning tamaqimiz Uyg'urning kültürü bu. Tamaq degan kültürning bir qismi. Uyg'ur tamaqlari degan. Shu tamaqlar arqılıq bizning kültürimizni taqıtish kerak asli. Bizning qanday xalq o'g'inimiz Xitoydan qanday o'xshamaydigan xalq ekanligimizni taqıtish kerak, chunki ma tamaq bizning, Xitoyning emas. Ammo ma Xitoy paras g'olchi restoran ochganlar nima ish qilyotdi? Xitoyning foydasiga ishlab, bu Uyg'urning kültür diplomasiyasini, Sharq Turkistonning kültür diplomasiyasini qilish moyaq tutulsin. Buni Xitoy uchun xizmat qilg'izyotdi. Bizning tamaqimizni Uyg'urning tamaqini setib atamaq Uyg'urning. Anangning haqqi bormi Xitoy uchun ishlaydigan sening? O'zing tamaq ijod qilib, restoran ichib, ismingni o'zgartirib Uyg'ur demay boshqa narsa qilib xizmat qilmamsa Xitoyga. Kaliforniyadagi Ko'san restorani mushundoq dal misoli. Yani başka bir şeydim bak Kanada'da aynakları Xitaycha xat yazıp qo'ygan. Xitaycha xat yazıp Xitoyninki Uyg'urlar Xitoyning ayrılmaz bir parçası. Bu Şinjan, yani Şinjan deydi o bizim Sharq Turkistonda. Xitoyning azaldan ayrılmaz bir qismi deganni tashviq qilib beryapsa aqasing. Sen Uyg'ur olsan Xitoy bilan nima aloqang bo'ldi deyrizanki Xitoycha xat yazıp. Xitoycha xatni ko'rgankin shu bir qismi ekan mushlarning. Mushu Xitoydan kelgan Uyg'urlar Xitoyning bir qismi deb ashunda tushundu seni. Ashni bilguchiliginglar yo'qmi? Bilib turib qilyapsizlar mencha. Bilmay qilyapsizlar yoki sizlar faqat pulni o'ylamsizlar. Nimdis demamdi, bir qismi desa demamdi bizni. Mustamlik bo'lib yashasak yashamamdi. Necha million odamning qini to'kilsa to'kilmamdi. Kichik bolalarimizni, 900 ming kichik bolani akatda ozsanma bu, Xitoy akatda vayron qilyapti. Nima qildi? Organlarini oldimi, satdimi, assimilyatsiya qilyaptimi? Yo'q. Qanchalikini qaytirib keldi, qanchaligi mentally vayron bo'lib ketdi bilmaymiz hozir. Ozsanma shu. Neçə milyon adamni türmədə yo'qotibdi. Neçə milyon adamni kasal qilyapti Xitoy. Ozsanma bu. Falastin neçə ming adamni bombalab, neçə 10 ming adamni bombalab o'tgandi, butun dunyo tavrab ketdi. Bizgacha san xalqdagilarning tufaylidan Uyg'urlar xo'shal yashayotdi deb belqi Fransiyadan bog'i birsi atlas ko'ylaklarni chiqib ko'chada menib ketadigan, kampus sotadigan. Bizning kültürimizni xuddi Xitoyning kültürünün bir qismidek ko'rsatib, noyati biz xo'shal xotirjam yashayotgandek ko'rsatib, ashunda qilishsa qolsin. Hay, urush olayotgan millat, biz o'ylasang urush oladi-da bizga. Biz Xitoy bilan urush oladi-da, ya'ni jimjit bir istiqsiz urush bo'ladi-da. Bizni o'ttiradi-da, qirg'inchilikqa uchrayotgan bir millat, ayada bir xalq. Hargizmi biz miyat xotirjam yashayotimiz deb doqudunbaqchilib, ko'ynaklaringni ko'rsatib, onda kültür diplomasiyasi qilmaysan. Uni mustaqil bo'lgan xotirjam bo'lganda boshqa davlatlar bilan do'stlik o'rnatish uchun qilsa, ma bizning kulturimiz, ma madaniyatimiz deb. Yoki bo'lmasa, uni bizning kulturimiz, madaniyatimiz mandatli Xitoy yo'q qo'yib bardi. Biz Xitoy qat'iy o'xshamaymiz, bir qismi emas biz deb turib qilsa, uni Xitoyning bir qismi biz deb turib qilmaysa, sen derizanga Xitoy Uyg'ur restoranining derisi Xitoycha xat yozdingmi? Demak,
Sen özüңнең Хитаенның bir кысмыны, milletning kültürünün Xitayning kültürünün bir kısmını itiraf qilganliging. Kaliforniyadagi Kösen restoranini, Kösen bazar degan restoranni ochgan Xitoy ekan, Cindy Fu degan. Gazitga chiqiribdi. Yezibdi shu. Voy bizningki Xitoyning madaniyati, kültür madaniyati noiti rangarang. Bizning bu Xitoyning tamoqlari mushular o'xshaydi deb qolmanglar Xitoy restoranlariga kirib. Manda har xil millatlar bor. Mushlarning hammasi asli Xitoyning bir qismi. Mushu madaniyatlar bizning bir qismimiz. Bizning Xitoy degan, Jongo degan, mushunda ko'p xil madaniyatga noit rangarang go'zal tamoqlari bor, bir xalq Chinese degan. Deb bizning madaniyatimizni o'g'irlab o'zining qilib Xitoy. Oshda restoran ichib Kaliforniyada Kösen bazar degan restoranni ichib, Uyg'urning tamoqini setib, onasining haqqi vodek. Bizni o'zining kültürünün bir qismi qilib, Weihan Yijaching, ya'ni ethnic unity deganga xizmat qilg'izib, mani tashviq qilyotdi. Bichora xalqimiz ayada Xitoy tajovuz qilib kirib o'ylarga chiqirvasi gap qilamasa, miyada chaqirib akilib maqaq, "Voy yog'an, biz ashunda ashadiga shu o'zlar Uyg'urlar chaqirib akilib o'ylardashda inoq ittifoq o'tidi bular. Mana mishadimi ashtag'u, mushlar bizning bir qismimiz" deganni tashviq qilib beryotdi. Ma Cindy Fu degan, ma Kösen bazar degan restoranni ochgan, yana nim debdi desa, mushu Kösen degan ismni taqatgan, ya'ni mush franchise restoranning beshi mush restoranni ijod qilganda shu ismni qurg'uchi, ya'ni shu Uyg'ur mening uzun yillik koni do'stim debdi. Demak, sen o'zingning madaniyatini, Uyg'urning kulturini Xitoyga setibsa, bundaqcha aytganda, beribsa. Biqag'lan beribsa, balkim satmagansa. Dostum deb ichish beribsan, oshpaz akib beribsan. Oshpaz ismini bermabdi, balki Uyg'urlardan qo'rqib bermagandi ismini. Turkiyada, Amerikada nurg'un restoranlarda çalışgan, ishlagan noit bir usta oshpazmish u. Uni akilib Xitoy ishlatib yutibdi hozir ichida. Onunki bu mush Uyg'urlarning tamoqi deb tunishtirib, ashunda bizning ya'ni Xitoyning tamoqi shu bizning madaniyatimizning bir qismi deb ashunda gazitga maqola yozg'izibdi Xitoy, Kaliforniyada. Bizning xalqning bir qismi taqib hozir. Sen xalq shuningga xizmat qilyapsan. Dolan deganmi? Dolan degan restoran, Omo Kaliforniyada. Alhambra degan ekan. Mening turk do'stlarim, turk qizlar ayaga Uyg'urlarning restoranini izlab to'rdim. Voy Uyg'urlar qirg'inchilik uchrab ketbardi. Bir ioni qilayli, yordam qilayli, yordamimiz bo'lsin, boshqa yerda demay, yemay tamoqni o'zimizning boshqa restoranlarda demay, mushadiyayli deb atoydan 4 soat hijrohiyadan kelibdi ularchi. Kelsa, ichida Xitoy ishlaydi ekan. Ya men numus qilib ketdim, menga degandim, men ikki qo'shiq tamoq yegandim, ko'nglim yetib ketdi. Çok pisli bir Çinli çıktı içinden dedi. Ya siz Çinli'ni mi çalıştırıyorsunuz? Bunlar nesi yapıyor bu yemek ne dep degen, muşu yaptı, itidu tamak ne degen, çık kettim, kusuv ettim dedi. Cuma kızı Allah bana. 5-6 adam başlap verip ki Türk kızlar. Asli yardım kılımız hep veripti ki. Men numus qilib ketdim, men ko'nglim yetishib ketdi, pisli Çinlini görüp kusuv ettim dedi kız bana cuma. Qanchalik musulmonga, qanchalik Uyg'urga yegizib yetishgansa Xitoyning manqisini. İçide Xitoyni ishlatdim. Adam topolmadim, ma qilsam, Meksikalikni ishlasam bo'lmabdi. Qasddan qilyapsizlar. Tushunammi? Chunki sizlar pulni o'ylaysizlar. Pulni topsanglar bo'ldi. Ya'ni biz nima Xitoyimiz pul topolmaymiz, 4 balamni siz boqamdingiz, hammasi bana. Men sizga deb qo'yay, ha? Hammasi quruq gap bana. Boshqadan boqolmay turibdimi? Boshqa yo'l yo'qmi ekan dunyoda? Siz nemişki Şarkı Türkistan'ın kültür diplomasiyasını kılıp açamayısız emese pul tapkınız olsa. Xitay yemisi bu pul tapkını mamke bizning tamakını Xitaydan başka adam yemeydiğen aşında bir aşınçılar bir aşağılık tamak mı ki bizning tamakımız? Dünyanı yaxşı güzelleyen tamaklarımız var ha bizninki bizsiniz. Xep. Hamam bir günü Şarkı Türkistan müstakil buludu. Bizga shunda bir kunlar keladi, shu vaqtida ko'rsiz-ku. Mushg'alchilik qilganlar, mush Xitoy bilan bir sap tutganlar ko'rsiz-ku. Unda desa Uyg'urni tillamsiz. Biz nishonni Xitoy qartishimiz kerak deyishinglar ekan. Voy mening nishonim azaldan Xitoy qartiqlik. Davomli inglizcha yozib Xitoyga nishonni qartayotgandim men. Ammo men Uyg'urga u Xitoyning gapini qilib berishimning hojati yo'q. Ma Uyg'urga ma ichimizdagi mag'alchilarning ma illatni o'zimizning ichidagini tozalamay turib, biz mustaqil bo'lishimiz tas bizning. Yaşayımız aşk Xitoy bilan billa bek amraqtuq deb turib olasizlar, fursat kelib qolsinmi? Mushunda g'alchilar deb turib ola. Necha million qon bekor to'kilyapti.
Qanda uxlaydigansizlar deyman, ha, men sizlarni kechida. Qanda rohat uxlaydigansizlar. Gelinglarni qanda rohat tamoq o'tidigando, ha? Tova Xudoyim, manda millatni ichidan manda odamlar chiqadigan millatni ko'rib boqmabman ekanman. Yo'q deymanmi dunyoda bunchalar g'alchilik qildiganlar. Achchig'im kelgansa baklan qaynab ketmay yana. Gapim mushat to'xta olay. Bu shu manju vaqtidan tatib batdiki. Mustamlik qilganlar sapash o'zimizning ichidagilar bilan o'zimizning go'shida o'zimizning yig'ini qo'rib kontrol qilib ketdiki. Hozirgacha shunday qilyotdi. Bundalarni tugatmay turib, u bizning ishimiz baktas. Baktas. Shunga kallamizni silkitaylik. Haras, demokratik Xitoylar kirib qolsa-chu, uning uchun biz bilmay, demokratik Xitoylar bilan biz yaqin o'tishimiz kerakdi. Ularni Xitoylar kirmasin restoranga deb yezib qo'ysak, uning ichida demokratik Xitoylarmi tursa, ular bizning do'stimiz tursa, ularga haqsizlik qilmamdi deb, bu ishchinglar og'rib ketadigan Uyg'urlar. Demokratik Xitoylar atbiramda Sharq Turkistonni mustaqil qilib biramda sizlarga. Bo'pti. Xitoy uning qo'qitlimi. Xitoy demokratik Xitoylar mushu demokratiyaga akralisa Xitoyni-chu. Xitoy demokratiya bo'lsa, shu fursatdan foydalanib bizga bir mustaqil bo'lish fursati chiqishi mumkin buning qitlimi. Lekin ma demokratik Xitoylarmi shu vaqtga kelgan vaqtida bizga mahaq mustaqil bo'lsin demaydi, ha? Men sizlarga deb qo'yay. Bu hammasi o'zining manfaatini o'ylaydi. Bu bir muncha boylik chiqadigan ya u. Ashta olsam beramda sizcha. Mahaq hamma huquqini berdik, demokratiyaga kirdik biz bularni azmayotimiz, yishnim qilmayotimiz, yana nimishki mustaqil bo'lamiz deydi-ki bular deydi u vaqtida. Tushunami? Iniqlamashda deydi. Referendumga haq huquqini beringlar, ashad yashaydigan Xitoylarni tushsin deb turib oldi. Eng boshda mushlar deydi texi. Bugün Roniymi dedi-ku, men intervyu qilgandim. Agar Gomindan utib qolgan bo'lsa, dedi. O'z vaqtida. Ma kommunist Xitoy utmay. Amerikachilar mustaqil qilib qo'yamdi. Natayin dedi. Xuddi Stalin, kommunist Xitoy ojiz, oyadagi boylikni ilib kuchlanmiz bo'lmaydi deb kira mavzudon. Ma boylikni billa talon-taroj qilaydi degandeklar Amerikami, yeng qurilgan Gomindan Xitoy ojiz oyadagi boylik bilan kuchlansin, Rusqa robro tusin oyada kuchlanib deb kira deb Sharq Turkistonni mustaqil bo'lma deyishi mumkin dedi. To'p-to'g'ri gap qildi. O hammasi o'zining manfaatini o'ylaydi. Unda biz ilqi mala bunda voy unda haqqi bek unda oqko'ngil bek unda bo'lib ketmayli. Birsimizni bunda deb qolamki, onda deb qolamki, malaga biz haqsizlik qilib qo'ygan bo'lib ketdi. Voy biz qachongacha haqqa haqsizlik, biz hech kimga haqsizlik qilayotganimiz yo'q. Biz o'zimizning haqqini bir qo'g'daylik avval. Boshqalarga haqsiz. Biz hech kimga haqsizlik qilganimiz yo'q. Haqsizlikni ular qilyotdi. Ular nomus qilish kerak. Boshqalar qilyotdi. Boshqalar o'ttiradi. Ular o'ylash kerak bunday ishni. Biz emas. Biz hozir qo'g'dinish altida turgan millat. O'zimizning haqqini o'zimiz qo'g'dashni bilishimiz kerak. Bu gapni uzatib o'tdim, yana qaynab qoldim, kechirsizlar. Mishada o'zay. Ko'rishamiz.